Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan xalqaro savdo Rahmat qizim. Ketiringlar, saqlatib qo'ydim. Ha, keling. Dada, yaxshi qilibsizmi? Yaxshi qizim. Hammalar yaxshi aramabsizlarmi? Yaxshi. O'zingiz-chi qizim? Yaxshi dada, shu o'rnim almashqachqa, oqshom kecha uxlayolmay atiyam vaqt qolib qoldim. Kechiringlar, sat oldik. Hech gap yo'q. Rana, bir stakan suv keltir. Limondan mol. Ama naşlığını siz tayarladınızmı? Ha, ben tayarladım. Bek o'xshabdi, limon da tamlik. Men bek omraqdim. Chiqroq yeb turganda qilma. Yen bordu a. Voy jedim balam ba. Xotirjam yeverimchimi? Anam. Kichik qo'zichoqdek umoq gap qilib ketganlaringiz ne matatliqni. Men keldim. Voy, kela balam, kela. Keling. Kelinglar, xayrli bo'lsin. Sizlarni aytib so'ray deb keldim. O'rindiqqa keling. Bana istedik. Ha. Keling. Voy, yo'q. Xombosh qilmagan bu. Ala. Keling. Hammamiz birlikda noshta qilsak, nimanchi yaxshi. Rost aysa aka. Hammamiz yig'ilib o'tirib tomoq yesak, bek ko'ngilli bo'ldik emasmi? Tomoqning ta'mi boshqacha tetib ketadi ekan. Voy, qara akamni xo'sh ketganni. 89 kun qoldi. Nimaga deysa dada? 89 kun qoldi dedim. Nimaga demoqchi? Sen bo'lib oldi. Men sizga 3 oy muhlat berdim, nima qizim? To'g'ri, tog'a. Hay, sen har bir kuningni cho'qqim yaxshi o'rlashtirishim kerak-chimi? Xislat. Gap qilmagan bo'lsang, hech kim seni g'achchi demaydi, Farizat. Voy xislat, Farizat to'g'ri aytdi. Voy sen shirkat, xizmat deb qopig'ingni turibli yursang, qo'ysiz yigit senga gap qilish petini olaydi. Men bog'u aka, jiddiy tutish qilib, barliq tunish bilishlarimdan surishtirib, shundoq yaxshi bolalarni tep qo'ydim. Bugun bir tanishim bor deyishib qo'ydim. Kechchi shuning o'g'lini ko'rishga borsajimi? Nima? Hoy, nima? Hoy, haqmichi qara. Hukumat kadri ekan, shundoq oq ko'ngil tirishchan, yugash bola deydi. Men apsiga telefon nomeringni berdim. Bugun u bolsang telefon qilib qilishi mumkin. Agar telefon qilib qolsa, yo'l tam eshik tepganda gap qilmay, tuzuk gap qilchimi? Nima elashtirib bu ishlarni o'rlashtirib yurgansa deyman. Men nima ish qildim? Men seni o'ylabmi shundoq davatdim? Hoyay, bugungi ziyorimizchi atski yarab qala. Mushu shahardan sana yarg'idak yigit chiqmay qalarmi? Sen o'zingni farishta deb chaqlab qolmagansan. Bu shunday qilaverib, oxiri men saranliq qilib qo'ygan bo'ldinglarda. Voy xislat. Sen bağı allaqachon saram bo'p bo'lding. Shu seni saqiyamikin deb shuni qilyaptim ha. Rahmatlar amma. O'z qontoydik. Ay, Namay. Acha. ay xislat. Xislat. 89 kun qoldi juma. Ay xislat. Voy xislat. Ay gap qilma sana. Nimdaysan? Hey, Nim bo'ldi? voy ko'rishib baqang, nim bo'pti, nimda qoplaysan? Yetishuvmi sen berib ko'rishib kelamsan ya? Men sendek bo'ytaq emas, erim bajim mening. Shana qila. Hey. Qir bo'ytaq. İşedilamdım ben. Kep bo'lganmi? Hay Pulat, siz vaqtni sal ching tutingmi? Tag'am bilan opam birlikda hamkorlashib, xislatga uni buni tunishtirib turibdi. Kimni tunishtiribdi buningga? Men nereden bilay? Nimda qiynaydigandi bu bicharni? Hay, uydagilar cho'qidan xislatni o'ylashidi. Siz buni tez kendin bering, yuturib qo'ying yana. Tez yuguring. Kim o? Hech kim? Yishkim? Ha? Kimligini o'zim berib surishtiray. Ay, u yo'l so'raganda shu dapadim. Nimani surishtirsiz yuring. Yo'q, tushundim, o'zim so'ramda. Hay, qiram.
Ras ustam mau shkafninki. Qarang. Diplomat kelmay Mahmud. Rahmat. Nima qilyapsiz? Barnachim shkaf surtish yordamchisiman degandek qishirmandim. Acha? Ha? Uy, nimdan chiroyli qilyapti? Bo'pmi? Ha? Xon amisi siz xopmay grimstone aytib bering. Bo'ldi? Rahmat. Qaysar, ish qilyapsizmi? Bugun kech ishlayman. Ha. Nima qilyapsiz? Ochiq yordamchi beryapman. Bu yoqqa chiqmang. Ha? Bu yoqqa chiqing deyapman. Surtolay. Qaysar? Qaysarkor. Nima shu g'anda? Nima bunchalar chiqaydi? Nim bo'ldi Qaysar aka? Bundaki uning o'jisiga kirmang. Bo'lamdi? Nim bo'pti? Barnachim yangi shkafga yordamchi surtishpadim. Siz nimaga chiqlayapsiz? Yengam o'zining ishini o'zi qilsin, uning tutquli bordi. Ukam, nima dedingiz? Men nimani xato qildim? Agar menga norozi bo'lsangiz, o'zingizga desangiz bo'ldi-ku. Buni qilishning hojati yo'qmi? Yaqacha bu menga xapyotdi. Yenga. Rana bu uyga sizning ishingiz qilmaydi deb kelmagan juma. Nima dedingiz? Voy, nim paramchiring bu? Nim bo'ldi? Ha, bular shkafni ratlab bo'ldinglarmi? O'rnish bo'ldimi shkaf? Hozir nima dedingiz, ukam? Men toza anqiramay qoldim-a? Yenga, qarab tursam tunga Rana ish qilib yuryapsiz. Yil choyak kir deysiz, yil so'mkam ko'tar deysiz. Endi o'jiram toza deyapsiz. Bu Nima bo'ldi? O'zimdan singlisdek menga yordamlashsa, uy ishini qilish bas bo'lmamda. Yenga, Rana bu uyning xizmatchisi emas, bu uyning bir a'zosi juma. Bu o'yinning bir a'zosi? Ha, hozir emas, kelgan chiqqan bo'ldi. Ha? Chechinimi qo'yib yutibdi. Chepchiroq qo'yib yutibdi bu ya. Yaxshimisiz qizlar? Fochix ko'rishib qopti. Bu yerda odam bor. Tez turib keting. Bu yerda o'tirdiq odam men shu. Nima? Siz bilan ko'rishdiq odam men shu. Ha? Nimachi mijozingiz o'sal sizdan? Bu men kelishimni qo'yib ketyapsizga. Dadangizga deyman juma. Dadam rastlı sarang o'tdi. Yana o'tirib oldi-ku. Chikessimamda qo'pqanki. Dadangiz bak aqlli odamki. Ekscha siz sarangsiz. Siz bilan xo'shamning yo'qligini bilmamdikin-a? Biladi. Rostga qilsam, mening sizdan faqat xo'shaman. Nima dedingiz? Sizdan xo'sham yo'q deyapman. Elim yaxshi to'y qilmabdi ekansiz. Agar mush mijozingiz bilan to'y qilgan bo'lsangiz, bu kamga 10 qitim ajrish bo'lar ekansiz. Hey! Dodsiz. Bugun siz bilan muhabbat, to'y to'g'riliq paranglashib kelganmidim. Ammangiz mening siz bilan ko'rishmoqchi bo'lganligimni aytgan vaqtida men ishkilanmasdim ma'qul bo'lgan. Menga nima uchun o'shlik qiladigansiz deyman.
Polat degan direktoringiz hali yomon emas yigit qil. Siz bilan Polat to'g'risida paranglashqim yo'q. Bugunni qadrlamisiz? At cho'qim istaysiz. Buning ichida dadingiz Polat hammasi shuning ichida. Siz o'zingiz nima chaqlab qoldingiz? Ha? Nima sababdan mening ishimga aralashayotdingiz? Sizning ishlaringizga aralashayotganim yo'q. Bu faqat do'stona taklif. Do'stona? Kim sizning do'stingizga? Ishdak mijozingizni hisob qilmaganda o'zingiz bak yaxshi qiz. Siz Faqat sizga yaxshi bo'lsin deyapman. Yoshlik degan odamga faqat birlik yetim keladi. Har ishningki o'zining davri bo'ladi. Agar bu davrni o'tkazib yotsangiz, dadingiz, omangiz, qavmi qarindoshlaringiz hammasini baxtsiz qilib qo'ysiz. Turmush degan ikki odam quradigan narsa emas. Balki ikki jamoat o'rtasida qurilgan zanjirsimon munosabat. Şuna xislat. Shaxsiyatligingizni tashlab. Bo'lmasa, qandal odam ko'rsa, beshog'raydigan odam bo'lib qolasiz. og'zingizni yuming. Yani bizni xislatda, bizni xislat. Dunyoda ikki odamga o'sha olgan bo'lsam, birinchisi siz, ikkinchisi yana siz. To'la ishlarimga aralashmay, ishingizni bir qiling. Benim bir gap o'qistirib qo'yay. Dadangizning sizlarni arz qilishi pul uchun emas deb qiladi. Bu yerda cho'qim bir ish bor. Uni obdan qaranglar. Qalğaç markalı sopun paraşütü vəti erkin çıxırıcı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Mən Dilkan Xalqara Sozçek şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Eshitma Polat direktor. Oy, Akbar advokatgan qo'y. Keling. Xislatga agishib kelibsiz-da. Agishi? Gap qilganda diqqat qiling advokat. Men xislatga agishib keldim. Faqat tasodif uchrashib qoldim. Xislatga uchrashishga kelib siz nima keldingiz? Menmi ko'rishish keldim. Kim bilan? Voy ko'rdingizmi? Xislat bilan. Xislat bilan dam. Nimishqa? Olimkam shunday qilishini umid qildik-a. Olimkam shunday qilishini umid qildik-a? Unimi so'rash ketamdi. Olimkam deganingiz xislatning dadisidir shu. Bu sizlarning uchrashishinglar. Dadisining xayolimki? O'rinlashtirish shundoq. Amaliyotda xislatga mos keladigan odam yana siz. Dedingiz? Polat direktor. Fursatni ching tuting. Xislat johil bo'lgan bilan yaxshi qizga. Siz uningga eng yaxshi amra bo'la olasiz. Qaysar aka, bayan nim deganingiz u? Ha? Kep qiling. Ha shu qarsam yengam sizga ish qilib buyuryapti. Kichik boldak. Undoq qilsa men chidamaydi ekanman shu. Chidamaydi ekanman. Voyjon, nima bilan o'ylab ketgansiz? Barna acham uchun o'zimni ochdik. Unda kichik ishlar ishni bo'lmaydi. Men taxi sizni mendan xopib yurdimki debdimi? Ha. Mushu yengam mushu turgan 3 oy jarayonda
shundoq qiyofat kirib olaylik. Lekin meni aboyadam bilan ammamning oldida xijil qilyaptingiz. Qaysarkan? Siz o gaplarni yengam uchun ham dedingizmi? Albatta. Unda qo'ysin bo'pti. Rasman? Shu voyjon, qarsam yengam siz ish qilib yuravergan. 2 kun emas, balki 3 oy. Siz nima desiz ma'qullab qilaveramsiz? Olmamsiz. Menmi sizni deb shunday qildim. Shunga mushu 3 oy jarayonida yag'ini juraqan qiyofat kirib olaylik. Shunday bo'lsin. Dada. Advokat bilan uchrashishni sen o'rlashtirdingmi? Nima bo'ldi? Dada, men xafa bo'lsam shunda bir qo'shib ketam dekansan. Voy, bilasan, u saran advokat bilan qo'shamning yo'qligini. Vallarim, bu sizlar yaqinda xo'shib ketam degansa, rohatini ketam degansizlar degan gapni yomon jiqlaydigan bo'lib oldinglar. Men xo'shib ketadi ekanman. Qanday? Dada. Qachongacha shunda o'zingizni qiynab o'tasiz? Tarix degan o'tdi, katta, endi kelmaydi. To'g'ri. Siz burun azar yegan. Shuning uchun azar bergan odamning oldida yaxshiroq yashab, o'zingizning qanday odam ekanligingizni bir ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Dünyada yeshilmaydigan tugun yo'q bolam. O'tgan ishlarni o'ylab, tarixni o'ylab, o'tmishni o'ylab, hozirgi turmushingizni azob ichida o'tkazishingizda faqat hojat yo'q. Gerçi o'tmishni unutilish oson bo'lmasa-mu, qallangizni o'tibli ketsa, bu ishlarga unchalik ko'ngil bo'lib ketmasa, bo'lganligini bilib qoladingiz. Bu hayot uzun. Siz texi yosh. Aldığınızga qarab mamısınız bo'lmaydi. O'tmishni unutilmasanız hech qanday ishni yenidan boshlaolmaysiz. Siz dadam meni qiynash uchun mushta qilyapti deb tushundigansizda. Qachonmi meni tushunasizlar bolam? Sen meni tushunib qo'ysang bo'lmamdi dada. Yaxshimisiz? Voy, direktor. Siz nima chiqsiz? Yaxshimisiz? Ulan bu... Bu bizden direktör buldu dada. Direktör da. Qani kelib o'tir. Direktör sizkansizda? Direktör. Nimanda tanishchirak deyman. Xislatni turib, ishdan bo'shdi bitib, turib xizmatini tuvanga tushirib, bo'za qildigan odam sizdan, ha? Ay, ya qaqa siz bu ishlarni xato tushunib qolibsiz. Bu bir fuqishmaslik bo'lib qopti. Dada, sen qanday bilding? Men xislatni ishdan bo'shatganingizda o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, siz ham fuqishmaslik deysiz-ku. Bu bechora atiganda noshtasini qilmay xizmat deb yurgan. Mushundoq bir xizmatchini bo'shatganingiz qiziq ish bo'ldi-da, direktor. Dada, nimalar deb yuriydigansan? To'xta. Xislatni bir necha qatim bizning ishga akab qo'ygan yigit siz-ku deyman. Nima? Sen qachon ko'rganding? Shu. Voy dada, sen nimalar deb yuriydigansan? U bizning direktor. Direktor bo'lsin, nima bo'pti? Hozirgi kelguncha o'zining ismini menga deb bermayotgan bir izlangan odam sizni qanday baqalaydi? Oyda sizlar bilan paranglashmayman, chiqib ketdim. Dada. Turunuz. Kechir. Ben nima chiqib ketdim? Bu do'kon meni. Chiqib ketganlar chiqib ketsin. Kechir direktor. Mana. Ay direktor. O'g'an bo'ldiga bunda izlangu bosib bo'lmaydi. Keyin sizni baqolmaydi. Dada! Voy, o'ziga meni boshliq tursa!
Әмділі көріш мұшындақ деген ба ма? Unda emasdi. Rana bilan Qaysar to'y qilmaydigandu. Bo'lsa u Qaysar bilan Rana to'y qilib qolsa yaxshi bo'ladi. Rana degan shundoq ondan qiz. Biroq bu degan ularning tanlashida. Ammo u qiz Qaysar moskilandu. Neymiş ki maskenmigidek? Rana'nı düşengen seri onun şundak ondan kız ekanligini his qildi ekansiz. Özü şundak edeplik, terbiye köygen ahlaklı kız. Oymuş işlanımıcı şundak cıkkılalaydı eken. Oy küçükken işinimizce şundak çonkur oylaydı eken. Hay bu cihandıcı o Rana'daki kızın yeni birini çırak yıkıp mı tapqılınmaydı mu? Hey bolsun. Ammo size men baqqanda Ranani bekrek yaxshi ko'rgansiz. Uy, maha qizing degan gapini. Yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmaslik degan qanday gap u? Siz degan siz, Rana degan Rana. Aka, Dada. Voy dada, men ipim tugmasdila kirib ketsan go. Gepingizni anladım kızım. Ben mi deydiğin gepimi de koydum. Uy. Ay, qizlar, sen ko'rish kelib ketganding go. Nimadan bundoq baldir qaytib keldi? Acha, haqsizmishlar tez yo'qsa qo'ydim ha. Voy yo, unda emas. Dada, men kirdim ha. Dada, men kirdim. Dada. Voy nimish bundaq qilsa deyma. U degan mening boshliqim, shirkatdagi direktorim tursa. Voy başlık olsa işxonasida başlık. Mening ishimga kelib başlıqlik qilamdi ekan u. Undaq u emas. Lekin u boshlig'im unda desam qandoq bo'ladi? Sal bek oshirib etding dada. Balam, ben nimani aşırıp ettim? Siz de şunca bozak qilgan guyni yana şunun gibini qilyapsiz go. Ya. Balam. Chiqqanli ya. Voyjon dada, nat gaplarni qildi ekansan. Unda ish yo'q. Unda ish bo'lmasa nimaga qaytib ketasiz balam? Voy dada, mening uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Lekin shu boya degan gaplarni bek eshitib ketdi, meni bek o'ng'aysiz solib tushirib qo'yding dada. Men at shirkatga qandoq boraman? Voyjon. Qandoq borma deb ketganingizni. Ish qilib meni bozak qilsin-u mayli da. Qizimni bozak qiladi. Bu kuni men bir yaz kuchirtib qolaman deb tursam ishga kelib mo'jiza qilyaptimni qarang. Dada. Bu nima? Voy. Yedirmosin nim bo'pti. Voyjon, ish qilib meni bek o'ng'aysiz solib tushirib qo'yding dada. Qizim, dal ashunday odamlar qat'iy bo'lmaydi uchun. Yedirman bolasiman deb aytnaynoq cho'g'an nima da u. Dalsının neticesini mening natijam deb ko'ranlab terisiga patmayapti. Şunu yerden üstüne dikilip qarayamay yurib ekansiz-da. Bo'lsa ko'nmang. Unda odamlar odamning qadriga yetmaydi. Ay Alloh kuyunishni bilmaydi u. Ko'pni sizdek bir kotib ayol. Voy dada. Mushincha yoshga kiribmi? Kichik ishni bilmaysiz. Lekin Po'lat sen degandek bundaq odam emas. Shuncha gap qilsam, yana kuyunyapsiz uningga. Voy, bo'ldi, gapirma. Hey Perizat. He balam. Polat direktör var o kara. Lider mi oldu ki? Buyur ha. Ay şundak dedi deyle. Oymuş koluğum bilenle anladım. Ben ötkende sizge degan bilim aşırış işleringizni bijirip qo'ydim. Bir ay ichida doktorxonaning xizmatlarini xulosalab, meni ishtiyarlik qilsangiz bo'ladi.
to'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Gelip kelgaymi ketkenler, işin urgan bilen taşqa, işin urgan bilen taşqa. Sağımı şundak köyünü diken bu bana. Vaqti to'yini qilsangmi buni? Açığın yanmakta ha. Yaqay aka. Hazır çıkıp oturmuşma. Hakkım benim. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bu ne dada? Öyle bir anlaşmayla konuşmuşlar. Durun Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Niye anlaştığını sıksa? Vay dada! Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Burada. Ya. Oğlanı mı yıkılamdı? Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Ko'kam bilan uyimiz bizga yuramsa? Dadamning oldida bir xalt pul tashlab bersanglarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Cesur. Daha gözünüz açma. Apa! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya, bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz, yükselen yaşaşka, yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz, yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı, kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı, şit kızbamı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün, rencişler dilimdin, kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge, güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge, güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin, özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk
o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol